Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana biz shu kunlarni davom ettiramiz. Harakatning speedligi, tezliklarni qo'shish. Xo'sh, 10-savol. Agar teploxodning oqim bo'yicha tezligi 22 km/soat, oqimga qarshi esa 18 km/soat bo'lsa, oqimning tezligi km/soatda aniqlanib ketdi. Buni topishimiz uchun teploxod oqim bo'yicha yo'nalgan payti unga oqim yordam beradi. Ya'ni V qayerda, teploxod qayerda yo'qolgan bo'ladi? Qayer plus V oqim barobar 22. Bu km/soatda. Km/soatdan metr/sekundga o'tishimiz shart emas, chunki bizga javobni ham km/soatda so'ragan. V yana V qayer minus V oqim V oqim 18 km/soatda so'ragan. Bizlar V oqimni so'raganligi uchun ayirib yuboramiz. Ayirib yuborgan paytimiz qayiqlar qayiqning tezligi, teploxodning tezligi ayrilib ketadi va ikkita V oqim qoladi. 2 V oqim barobar ayirsak 22 dan 18 ayirsak bu yerda 4 bo'ladi. Bu yerdan V oqim topadigan bo'lsak 2 javobi chiqadi. Bu ikki chiqqani javobimiz km/soatda bo'ladi. Shu bilan keyingi masalaga o'tamiz. Keyingi masalamiz 11-si. Mototsiklchining tezligi 54 km/soat. Qarshi esuvchi shamolning tezligi esa 3 m/sekund. Mototsiklchi bilan bog'langan sanoq sistemasida shamolning tezligi qanday? Xo'sh, mototsiklchi bilan bog'langan sanoq sistema degan paytda mototsiklchini harakatlanmayapti deb olsak bo'ladi. Xo'sh, oldin biz qilishimiz kerak, hammasini bir xil birlikka to'lishimiz kerak. Bu 54 km/soat, shamolniki 3 m/sekund. Biz nima qilamiz? 54 km/soatdan metr/sekundga o'tishimiz uchun 3.6 ga bo'lishimiz kerak. Agar buni bo'lish ishlarini bajarsak 15 metr/sekundga teng ekanligini topishimiz mumkin. Mototsiklchi bilan bog'langan sanoq sistemalar deganligi uchun mototsiklchi bu o'ngga qarab 15 metr/sekund tezlikda harakatlanyapti desak, shamol 3 metr/sekund tezlikda harakatlanayotgan ekan. Xo'sh, bu yerda mototsiklchi harakatlanmayapti desak, shamol unga qancha tezlikda yaqinlashib kelishi kerak. Xo'sh, mototsiklchi bilan bog'langan sanoq sistemasida shamol unga 18 metr/sekund tezlik bilan yaqinlashib kelishi kerak bo'ladi. Bu parametrga 3 metr/sekund, bu 15 metr/sekund. Bu 15 metr/sekund. Xo'sh, bu topadigan bo'lsak, mototsiklchi bilan bog'langan sanoq sistemada shamolning tezligi 18 metr/sekund bilan esishi kerak ekan. Xo'sh, bu mototsiklchi bilan bog'langan sanoq sistemalar. Shunday bo'ladi. Shamolning tezligi qancha bo'lar ekan? 18 metr/sekundga bo'ladi. Xo'sh, bu javobimizdan metr/sekundga so'ragan bo'lishi kerak. Keyingi savolga o'tamiz. Mana ikkinchi savol. 54 km/soat tezlik bilan tekis harakatlanayotgan poyezdning yo'lovchisi qo'shni yo'lda xuddi o'sha yo'nalishda katta tezlik bilan harakatlanayotgan 300 metr uzunlikli boshqa poyezdni 60 sekund davomida ko'radi. Ikkinchi poyezdning tezligi km/soatda topilsin, ya'ni toping debdi. Xo'sh, buni topishimiz uchun poyezdni chizib olamiz. Xo'sh, endi poyezdning yo'lovchisi deganligi uchun poyezd ichidagi yo'lovchi poyezdning tezligi bilan bir xil harakatlanadi, ya'ni 54 km/soat tezlik bilan bir xil harakatlanadi, chunki u poyezdga turibdi. Ana shu nuqtani poyezdda yo'lovchi deb belgilab olamiz. Yo'lovchi. Xo'sh, buni oldidan poyezd o'tish uchun xuddi shunday, nima degan, xuddi o'sha yo'nalishda katta tezlik bilan harakatlanayotgan poyezdni ko'rgan. Uzunligi qancha? 300 metr uzunlikli.
poyezdni dastlab ana shu nuqtadan ko'rishni boshlaydi, to poyezd to'liq o'tib bo'lguncha. Xo'sh, qancha uzunligini ko'radi? Bu faqat poyezdning uzunligini ko'radi, el uzunligini ko'radi. Shu boshidan to oxirigacha o'tgancha nima ko'radi? El uzunligini ko'radi. Xo'sh, el uzunligini ko'rar ekan. Endi bu yerda buni dastlabki birinchi poyezdni quvib o'tishimiz uchun ikkinchi poyezdning tezligi nima bo'lishi kerak? Albatta katta bo'lishi kerak. Bo'lmasa nima bo'lmaydi? Quvib o'tib keta olmaydi. Xo'sh, 300 metr uzunlikni boshqa poyezdni 60 sekund ko'rgan bo'lsa, buni qanaqadir v deb olamiz, ko'paytirilgan 60 bo'ladi. Buni uzunligi qancha? 300 barobar v ko'paytirilgan 60 ga bdan v topadigan bo'lsak, 5 metr taqsim sekund ekanligi kelib chiqadi. 5 metr taqsim sekund tezlik bilan nima harakatlanyapti? Ikkinchi poyezd harakatlanyapti. Bu qaysisini ostida nisbatan? Birinchi poyezdga nisbatan 5 tezlik bilan nima qilgan? Undan quvib o'tgan. Uni 5 tezlik bilan quvib o'tishimiz uchun bizning dastlab tezligimiz qancha edi? 54 km/soat. Buni yana 54 km/soatni 3.6 ga bo'lib, biz metr/sekund deymiz. Bu 15 metr/sekund bo'ladi. Biz 15 metr/sekund tezlikda poyezdni quvib o'tishimiz uchun 5 tezlik bilan quvib o'tishimiz uchun bizning ikkinchi tezligimiz qancha bo'lishi kerak? 20 tezlik bilan orqasidan quvib borishimiz kerak. Buni topishimiz uchun vektor ayirma qilgan bo'ladi. Vektor ayirma qilgan bo'ladi yoki birran orqasidan quvib borayotganligi uchun nima qilamiz? Qo'yish nima bo'ladi? V ikkinchi poyezd ayrilgan V birinchi poyezd teng 5 bo'lishi kerak. Chunki quvib borayotganligi uchun ayiradi. Bu yerda V 2 ni topadigan bo'lsak, bu -15 teng 5 ga V ikkinchi poyezdning tezligi chiqadi 20 metr/sekundga. Xo'sh, metr/sekunddan biz kilometr/soatga o'tishimiz uchun necha qo'yish biz 50 km/soatni 3.6 ga bo'lib biz metr/sekundga o'tdik. Metr/sekunddan kilometr/soatga o'tish uchun xuddi shu narsani metr/sekundga ko'paytirishimiz kerak. Xo'sh, V2 barobar 20 ko'paytirilgan 3.6 bu 72 km/soat ekanligi kelib chiqadi. Keyingi masalaga o'tamiz. Keyingi masalamiz 13-masala ekan. Xo'sh, 13-si 54 km/soat tezlik bilan borayotgan poyezd derazasidan yonida turgan yo'lovchi 36 km/soat, uzunligi esa 150 metr bo'lgan qarama-qarshi yo'nalishda uning oldiga o'tib ketadigan poyezdni necha sekund davomida ko'radi debdi. Xo'sh, endi bu nima bo'ladi? Xuddi shu o'sha masalalar bilan bir xil, ammo bu qarama-qarshi narsa ko'radi. Keyin yo'lovchidan ishlar to'xta deb olamiz. Berilib turibdi. Yo'lovchi xuddi shunday bizni qarama-qarshi xuddi shuni yo'nalishda qarama-qarshi bo'lganligi uchun poyezd ana yo'nalishda deb belgilab olamiz. Bu birinchi poyezdimiz. Bu ikkinchi poyezdimiz. Ikkinchi poyezdimiz shu yo'nalishda harakatlanyapti. Buni qachongacha ko'radi? Shu boshidan ko'rib, to ana shu o'rniga to'xtacha ko'radi. Yo'lovchi ko'radi. Xo'sh, shu uchun bu qancha uzunlik ko'rsatadi? Ya'ni poyezdning uzunligini ko'rsatib beradi. Xo'sh, endi qarang. Qarama-qarshi yo'nalishda harakatlanayotgan ikkita poyezd topishimiz uchun bir rayga qo'shamiz. Nima uchun? Sababi ikkovi bir rayga qarama-qarshi harakatlanish uchun tezroq yaqinlashib keladi. Yoki nisbiy tezlikni oladigan bo'lsak, bunda yozsak bo'ladi. V1 vektor minus V2 vektor teng V nisbiy. Vektor ayirma qilib topsak ham bo'ladi. Vektor ayirma qiladigan bo'lsak, keyin vektor ayirma qilib ko'ramiz. V1 minus xo'sh, bu qarama-qarshi yo'nalishda harakatlanayotganligi uchun tezligimizni yo'qsanlab olishimiz kerak. Bu yo'nalish musbat egil, bu yo'nalishda manfiy x yo'nalishda bo'lsa ham bo'ladi.
Qo'yish qaranglar. Birinchi poyezdimiz musbat yo'nalish harakatlanayapti, ikkinchi poyezdimiz manfiy yo'nalish harakatlanayotganligi uchun buning tezligi manfiy bilan minus v2 bilan. Bilan v nisbiy topadigan bo'lsak, nima bo'lar ekan? v1 plus v2 bo'lib qolar ekan. Nisbiy tezligimiz nima bo'lar ekan? v1 bilan v2 larni yig'indisiga teng bo'lar ekan. Bizlar birinchi poyezdimiz tezligi elektr kilometr taqsim soat, buni metr taqsim sekundga o'tishimiz uchun 3.6 ga bo'lamiz. Bu 15 ni beradi. Buni 36 ga bo'lib, 36 ga bo'ladigan bo'lsak, 10 metr taqsim sekundga beradi. Qo'sh 15 plus 10 barobar v nisbiy. Biz nima dedik? V nisbiyga yaqinlashganligi uchun v nisbiy tezligimiz 25 metr taqsim sekund bo'lar ekan. Xo'sh. Qancha uzunlik ko'rsatdik? L uzunlik ko'rsatdik. Qanaqa tezlikda? V nisbiy ko'paytirilgan tez. Qanaqadan tezlik qo'yamiz? Tezlik barobar 25 ko'paytirilgan tez. Abidan vaqt topadigan bo'lsak 6 sekund ekanligi ma'lum bo'ladi. Xo'sh, keyin yozamiz. Yo'talab ketamiz. Endi 45 kilometr taqsim soat tezlikda harakat qilayotgan avtomobil 10 sekund ichida o'sha yo'nalishda doimiy tezlik bilan harakatlanayotgan avtobusni 15 sekundda o'tganini teng yo'l o'tgandan. Qo'yish shunday ekan, masalan, 45 kilometr taqsim soat tezlik bilan harakatlanayotgan avtomobil 10 sekund ichida o'sha yo'nalishda doimiy tezlik bilan harakatlanayotgan avtobusni 15 sekundda o'tganini ko'rdi. Qo'yish ikkovi bir xil masofani bosib o'tgan ekan. Ularning nisbiy tezliklarini aniqlay, kilometr taqsim soatda debdi. Qo'yish buni aniqlashimiz uchun bizga avtomobil tezligi bor. Bizga nima tezligi kerak? Avtobusning tezligi kerak. Xuddi bir xil yo'nalishda. Birinchi chizib olamiz. Avtomobil tezligi to'xtab v tezlikda yurayotgan bo'lsa, qancha vaqt bosib o'tgan? 10 sekundda bosib o'tgan. Qo'yish s barobar 45 ko'paytirilgan 10. Qo'yish buni 45 ko'paytirilgan 10. Xuddi shu masofani nima bosib o'tgan? Avtobus bosib o'tgan. Avtobus bosib o'tgan, ya'ni xuddi shu s masofani avtobus bosib o'tgan v ko'paytirilgan 15 sekundda. Ana shu ikkovi tengmaganligi uchun tenglashtiramiz. 45 ko'paytirilgan 10 barobar v ko'paytirilgan 15. Buni v tezligini topadigan bo'lsak, 30 kilometr taqsim soat bo'lib chiqadi. Qo'shib bo'lsa aytib bergan bo'lsangiz, men sekunddan soatga o'tib o'tirmadim. Chunki bu vaqtimizni ham nima yozganman, sekund yozganman. Shuning uchun tenglashtirib topadigan bo'lsak, javobimiz kilometr taqsim soatda chiqadi. Xo'sh, endi nisbiy tezlikni topmoqchi bo'lsak, avtomobil tezligi xuddi shu yo'nalishda 45 kilometr taqsim soat. Avtobus tezligi necha? 30 kilometr taqsim soat. Xo'sh, yana uchlarni to'g'riga keltirib qo'yamiz. Nisbiy tezlik topish uchun 45 endi boshqa ranglarda xuddi shuni qilib boqa bittasidan qizildan chiqdim. Ularning nisbiy tezligi. Endi qaysi birini sotadigan so'ramagan uchun nisbiy tezlik topishimiz bo'ladi. Ana shu yerdagi uzunligi teng bo'lib qoladi. Mana shu uzunligi teng bo'lib qoladi. Buni topadigan bo'lsak, nisbiy tezlikdan yana vektor ayirma bo'ladi. Ikki tengdoshlik egalik uchun shunchaki ayirib tashlaymiz. Qo'yish nima degan? V nisbiy barobar 45 ayrilgan 30 buni javobi 15 kilometr taqsim soat ekan. Javobimiz 15 kilometr taqsim soatni kelib chiqdi.
Keyingi masalaga o'tamiz. 15. Shosse bo'ylab bir yo'nalishda ikki mototsiklchi harakatlanmoqda. Birinchi mototsiklchining tezligi 10 metr taqsim sekund, ikkinchisining esa 20 metr taqsim sekund. Boshlang'ich momentda ikkinchi mototsiklning birinchisidan 200 metr ortda qolayotganligi edi, ortda qolgan edi. Necha sekunddan keyin uni quvib yetadi. Xo'sh, o'quvchilar, qachon quvib yetadi? Ular qachon ko'rishini bilishimiz kerak. Qachon ko'rishini ular karatlar bitta nuqtalar bo'lsa. Xo'sh, karatlar bitta nuqtalar bo'lsa, nima qilamiz? x1 teng x2 deb belgilab olamiz. x1 nima uchun? Nima uchun belgiladi? Chunki bitta nuqtalar bilan ko'rishadi. Shosse bo'ylab birinchi yo'nalishda ikki avtomobil harakatlanmoqda. Bir yo'nalishda deganligi uchun teng yurish kerak. Endi harakatni yo'nalishni tuzamiz. x1 barobar qanchalik 10 metr taqsim sekund 10 t plus 200 birinchisi 200 metr masofa bosib o'tgandan keyin ikkinchisi harakatlanishni boshlaganligi uchun, ammo bu t vaqtda ikkinchisi uchun bu yozganman. Bunga nima qo'shgan ustiga 200 metr qo'shiladi. Chunki bu mana bitta a'zolar ikki harakatni boshlagan bo'lsa, ikki harakat boshlashdan oldin birinchi avtomobil kerakgan ana bu b nuqtaga bo'lgan. Agar bular C bilan uchrashadigan bo'lsa, birinchi mototsiklchimiz beradilar. Aniqlab 200 metr uzoqlikda bo'ladi. Va ikkinchi mototsiklchimiz nima qiladi? Endi harakat qiladigan bo'ladi. Ikkinchi mototsiklchimiz C ga tezroq yetib borsa, birinchi mototsiklchimiz ham tezroq yetib borish kerak. Shu payt ular C bilan uchrashadi. Xo'sh, 10 t plus 200 metr x2-imizchi 20 t ga teng bo'ladi. Xo'sh, bu yerga tenglashtiramiz. Tenglashtirganimizdan keyin 10 t plus 200 barobar 20 t ga bilan teng topadigan bo'lsak 20 sekundga kelib chiqar ekan. Qancha vaqt ketadi ekan? 20 sekunddan keyin ular quvib yetar ekan. Keyin masalan, qayiq suvga nisbatan tezligi daryoning oqimining tezligidan 2 marta katta. Ikki punkt orasida oqimga qarshi suzib borish, oqim bo'ylab borishga qaraganda necha marta ko'p vaqtni oladi. Xo'sh, buni ishlashimiz uchun bitta nima qilamiz? Chizmachida yozamiz. A punkt va B nima deymiz? B punkt. Xo'sh, nima bo'ladi? A punktga borish bilan B punktga kelish nima bo'ladi? Masofalar teng bo'ladi. To'g'ri, A bilan B bo'lsa, B bilan A qaytib kelsak, masofalar teng bo'lganligi uchun S barobar keyinlar borishga oqim qayiqqa yordam bersin. Nima bo'ladi? V qayiq plus V oqim ko'paytirilgan T1. Ikkinchida xuddi shu masofani V qayiq minus V oqim bilan bosib o'tamiz. Nima uchun? Chunki ikkinchi marta oqimga qarama-qarshi suzamiz. Siz qo'yamiz buni yo'nalishini, oqim yo'nalishini. Bu nima? V oqim. V oqimga qarama-qarshi suzamiz. Bu T2 degan. Qo'yish nima degan? Oqim bo'ylab borish, oqim bo'ylab kelishdan necha marta kattaroq degan. Va shu ikkovini tenglashtiramiz. Masofa teng bo'lganligi uchun V oqim suvga nisbatan tezligi daryoning oqimining tezligi 2 marta kattani yozamiz. Ana bu yozganlik bo'ldi. V qayiq barobar 2 V oqim deb yozamiz. Qo'shamiz. V qayiqdan 2 V oqim, 3 V oqim ko'paytirilgan T1 barobar nima beradi? 2 V oqimni yetib qo'ysak, 2 V oqim ayrilgan V oqim beradi. V oqimni o'zi qo'ygan V oqim ko'paytirilgan T2. Araynimizda T2 taqsim T1 topishimiz kerak. Buning tengsi 3 ga teng bo'ladi. Ya'ni agar biz A punktdan B punktga oqim yo'nalishi bilan 1 soat sarflasak, B punktdan A punktga oqimga qarama-qarshi 3 soat, ya'ni 3 barobar ko'p vaqt sarflar ekanmiz. 16-masalamizni yechimi shunday bo'ladi. Ana endi keyingi masalaga o'tamiz. 17. Metropolitan eskalatorida
tekis harakatlanib, unda turgan harakatsiz yo'lovchi 1 minutda yuqoriga olib chiqadi. Yo'lovchi harakatsiz eskalatorda tekis harakatlanib 3 minutda ko'tariladi. Yuqoriga harakatlanayotgan eskalatorda yo'lovchi necha sekundda ko'tariladi? Xo'sh, nima deymiz? Eskalator chizib olamiz birinchi navbatda. Aytgan, metropolda eskalator tekis harakatlanib, unda harakatsiz yo'lovchi 1 minutda yuqoriga chiqadi. Nima deymiz? Shu s masofani bosib o'tadida nima tezlik bilan? Eskalator tezligi bilan s barobar v eskalator ko'paytirilgan necha minut? 1 minutda. Buni yozamiz. T 1 minut. Endi biz tezlik yozalik, pastdan yozamiz. S barobar v eskalator ko'paytirilgan 1 minut yozamiz. Oxiriga sekund qo'yamiz. Yo'lovchi harakatsiz eskalator tekis harakatlanib 3 minutga ko'tariladi. Endi nima qilmaydi? Eskalator harakatlanmayapti. Xuddi shu masofani bosib o'tadi, ya'ni s masofani bosib o'tadi. Bu yerda yo'limiz bir xil bo'ladi. Endi nima harakatlanyapti? V yo'lovchi harakatlanadi. Necha minutga chiqadi? 3 minutga chiqadi. Endi bularga yuqoriga harakatlanayotgan eskalatorda yo'lovchi necha sekundga chiqadi? Endi yo'lovchi nima qiladi? Harakatlanib chiqadi. Yana s masofani bosib o'tamiz. V eskalator plus v yo'lovchi ko'paytirilgan t. Mana ana bitta yo'lni tenglashtiramiz. Nima uchun? Chunki yo'llar teng bo'lganligi uchun qani eskalator tezligi kattami, yo'lovchi tezligi kattami? Topib olamiz. Bilan v eskalator barobar 3 v yo'lovchi teng bo'lar ekan. Bizga v eskalatorni yozsak bo'ladi, uchta yo'lovchi tezligini yozsak bo'lar ekan. Ya'ni eskalator tezligi yo'lovchi tezligidan 3 barobar katta ekan. Xo'sh, nima qilamiz? Mana buni yozamiz. S barobar 4 v yo'lovchi ko'paytirilgan t. Ana buni yozamiz. S barobar necha? Yo'lovchi 3 minut harakatlangan. 3 ko'paytirilgan v yo'lovchi ko'paytirilgan minut deydi bu. Ashikani avval tenglashtiramiz. Tenglashtiradigan bo'lsak 3 v yo'lovchi tenglar 4 v yo'lovchi ko'paytirilgan t. Eslaringizda bo'lsa men nima qilmagandim? Mana bu 3 minutni sekund o'tmagandim. 3 minut bilan sekund o'tamiz. 3 ko'paytirilgan 60 barobar ana v yo'lovchilar farq etadi. 4 t ga. Bilan t topadigan bo'lsak 60 bilan 4 qisqaradi, yana 15 qoladi. 3 kara 15 necha ekan? 45 sekundga nima harakatlangan? Yo'lovchi va eskalator birgalikda harakatlanib yuqoriga chiqar ekan. Xo'sh. Ana bu yerda oddiy so'z tushib qolgan ekan. Yuqoriga harakatlanayotgan eskalatorda yo'lovchi harakatlanib necha sekundda ko'tariladi bo'lishi kerak edi. O'zini to'g'rilab ketdik. 18-savol. Shamolsiz havoda A shahardan B shaharga borish va qaytib kelish uchun samolyot 8 soat uchish vaqtini sarflaydi. Agar butun parvoz davomida A dan B ga qarab 20 metr/soat tezlik bilan shamol esib tursa, bu necha minutga ortadi? Vaqtimiz necha minutga ortadi dedi. Xo'sh, shamolning havoga nisbatan tezligi 312 km/soat. Bu 312 km/soat shamolning tezligi hisobga olinmagan holatdagi tezligi. Xo'sh, nuqtani yozamiz. A shahardan B shaharga borish uchun biz S masofani bosib o'tsak, B shahardan A shaharga ketish uchun S masofani bosib o'tamiz. Ularga jami qancha masofani bosib o'tamiz? 200 barobar V samolyotning tezligi ko'paytirilgan soat 8 dan. 8 soat. Bundan V samolyot tezligini topadigan bo'lsak, S taqsim 4 ga teng bo'lib qoladi. Bu bizga yozib tursin. Endi A shahardan B shaharga qarab nima V shamol turgan bo'lsin. Ya'ni shamol nima deydi? Shamol harakatlanayotgan bo'lsin. A shahardan biz B shaharga borishimiz uchun samolyotimizga V shamol nima qiladi? Yordam beradi. Ularga V samolyot plus V shamol
ko'paytirilgan T1 teng bo'ladi S ga. Xo'sh, agar haqiqat degan paytda shamol nima qiladi? Samolyotimizni harakat beradi. V samolyot minus V shamol ko'paytirilgan T2. Biz nima topishimiz kerak? T1 plus T2 ni topamiz. Va dastlabki, ya'ni 8 soatdan qanchaga farqlashib deb bo'lamiz. Xo'sh. Geometriklar esga teng bo'ladi. Agar uni tenglashtirsak, oldin tekshirishimiz kerak. Shamol tezligi 20 metr/sekund edi. Buni biz km/soatga yutamiz. Buni qilamiz 72 km/soatligi ma'lum bo'ladi. Bizga V samolyot tezligi qancha edi? 312 km/soat edi. Xo'sh, bu yerga kelib qo'yib, biz S ni nima qilsak bo'ladi? Tenglashtirib topolsak bo'ladi. Xo'sh, nima qilamiz? V samolyot 312 plus 72 ko'paytirilgan T1 teng bo'ladi. Mana olgan harakatda S barobar 4 ko'paytirilgan 312 deb yozib qo'ysak bo'ladi ekan. Mana 312 ko'paytirilgan 4 yozamiz S ni o'rniga. Eğer pastdan 312 minus 72 T2 diyor zaman böyle bir şey böyle ne? 312 ko'paytirilgan 4 teng bo'ladi. Ana endi T1 bilan T2larni hisoblab qo'shib qo'ysak javobi chiqadi. Qo'shib 8 dan ayirib qo'ysak javob chiqadi. Xo'sh, bu ham T1 ning qiymatini topib olamiz. Xo'sh, hisob kitob qilib T1 ning qiymatini topib olsangiz, bu nechaga teng bo'ladi? 3.25 ga teng bo'ladi. Bu ham T2 ning qiymatini hisob kitob qilib topsangiz, T2 ning qiymati 5.2 ga teng bo'ladi. Bu nimaga chiqdi javobimiz? Soatga chiqmoqda. Xo'sh, T1 plus T2 ni topsak, bu 8.45 ga teng bo'ladi. Dastlabki soatimiz qancha edi? 8 soat edi. Nimaga? Qancha soat 45. Bu 45 0.45 bu soatda. Nima deymiz? Sekund minut deymiz. Biz minut yutishimiz kerak. Qancha vaqt qoladi? Ziyod vaqtimiz 0.45. Buni ko'paytiramiz nechaga? 60 ga. Buni nima deb yozsak bo'ladi? Yozamiz. Xo'sh, buni hisob kitob qilsak, hisob kitob qilamiz. 45 dan 100 ko'paytirilgan 60 bilan qisqarib ketadi. Xo'sh, bu bilan buni qisqartiraveramiz. Bu yerda 9 ta va 2 qo'l 2 bilan 6 ni qisqartiramiz. Bu yerda 3 bo'ladi. Bu 27 nimaga o'tdik? Minutga o'tdik. Qancha bo'lgan vaqti? 27 minut farq qilar ekan. Keyingi savolga o'tamiz. Qayiq suvga nisbatan tezligi 4 metr/sekund va qirg'oqqa tik yo'nalgan daryo oqimining tezligi 3 metr/sekund. Qayiqning qirg'oqqa nisbatan tezligini toping. Xo'sh, do'stlar, qirg'oq ya'ni yer deb oladigan bo'lsak, qirg'oqqa nisbatan tezligi qo'yib, natijaviy tezlik bo'lib keladi. Qirg'oq tezligiga natijaviy tezlik. Böyle tuman chizamiz. Qirg'oq nima deydi? Daryoni chizamiz. Ana qirg'oq bo'lsa, qirg'oqqa tik deyapti. Tik bu qancha tezlikda? 4 metr/sekund tezlikda harakatlangan. Oqim tezligi bu qancha? 3 metr/sekund ekan. Bu yerga qo'yaman. 3 metr/sekund. Bunga da qirg'oq tikligiga 4 dan kiradi. Ana nimadir? Bizning natijaviy tezligimiz bilan. Nimadir? Yerga nisbatan, ya'ni qirg'oq ham yer deb hisoblasak, yerga nisbatan nima tezligimiz natijaviy tezligini beradi. Bu Pifagor teoremasida bu 5 metr/sekund ekanligi ma'lum bo'ladi. Qayiq qancha tezlik bilan uzoqlashib borar ekan qirg'oqdan? 5 metr/sekund tezlik bilan uzoqlashib borar ekan. Keyingi masalaga o'tamiz. Kengligi 8 metr bo'lgan daryodan suzib o'tayotgan kater suv bilan bog'langan sanoq sistemasi daryo oqimiga tik yo'nalishda 4 metr/sekund bilan harakatlanadi. Agar daryo oqimining tezligi 1,5 metr/sekund bo'lsa, oqim tomonidan qanchaga surib yuboriladi? Xo'sh, do'stlar, yana nima qilamiz?
oqim tezligini, oqim daryoni chizib olamiz. Oqimni nasib belgilaymiz. Oqimni V oqim necha teng? 1.5 metr taqsim sekund teng ekan. Qo'yish qaranglar. Bu oqimga tik harakatlangan. Mana bu V qayerda tezligi? Necha teng? 4 teng. Daryoning kengligi qancha edi? Daryoning kengligi 800 metr. Bu daryoni T vaqtga bosib o'tadi. T barobar 8, ya'ni daryoning kengligini qayiqning tezligiga bo'lamiz. Bu tik yo'nalishda qaranglar, qayiqning tezligi daryoni kesib o'tuvchi tezligi bo'ladi. Buni surib ketayotgan tezligi nima bo'ladi? Oqim uni nima bo'ladi? O'zining tezligi bilan surib boradi. Qancha vaqt surib boradi? To bu daryoni kesib o'tgancha suradi. Buni vaqtni topsak, biz nima qilamiz? Surib ketiladigan vaqtni ham topsak bo'lar ekan. Bu 800 taqsim 4 bu nechani beradi? 200 ni berar ekan. Ana endi T vaqt bo'lsa, surib ketadi desak, nima deymiz? Qanaqadir masofaga surib ketsin. 1.5 ko'paytirilgan 200 ni beradi bu. Qancha masofa surib ketar ekan? 300 metr masofaga surib ketar ekan. Ya'ni 300 metr masofaga surib ketadi.